uyimizdan chiqib oldik. Endi boramiz, albatta do'konga boramiz. Xo'p. Unda do'stlar boramiz hozir. Albatta. Xo'p. Suvga tushib ketdim. Jitil qaraysan. Yaxshi, rahmat. Xo'p, jitil ham yaxshi emas. Qani bir mollarim olib borib kerak. Mollarim qayerda edi o'zi? Qani mollarim? Ha, mana. Lekin yemishlarni yonimda emas. Qandaychilar yaxshi? Tovuqlarim qani? Qo'ylarim ham yo'q. Faqat mo'ylarim qolgan. Yo'q, tovuqlarimni kim olib ketdi? Qo'ylarimni-chi? Mayli. Hamroh kun o'zim kelishmoqchiman. Mana do'konga keldik do'stlar. Kelyapmiz mana. Arg'am bor ekan. Salom. Hozir kiryapman. Bu nima? Bilmadik, eshikni ochamiz. Hoppa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'p, bu yer nima bu? Bu qayer bu? Bu do'kon. Do'konmi? Ha. Siz menga narsa sotishingiz mumkinmi? Ha. Hop, unda hozir pullarimni o'zim bilan olib kelaman-da. Uyga borib tez pullarimni o'zim bilan olib kelsam bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Bir pas kutib turaman. Bo'pti. Ismingiz nima? Nazar. Nazar? Okey. Uyga borib pullarni olib kelay do'stlar. Hoppa. Hop, uyumgani. Yes. Uyumgani. Bu arg'ani o'chish kerak. Mana uyga keldik. Yetim nima qilib o'tiribdi? Oshxonaga kiraychi, nima bor ekan? Oshxonada yeyishga hech narsa yo'q. Suv bor ekan, suv ichmayman. Yo'q. Mehmonxonada hech kim yo'q. Mehmonxonaga kirdim. Yo'q hech kim. Pullarim mana shu yerdan uydan o'zini sinamgina. Pullarimni olaychi. Mayli, oltinni olaman. Yo'q, olmas. Nimadir sotib olaman. Tentami. Nimadir. Yo'q. Ketdik do'stlar. Hey yo do'stlar. Ketdik hozir do'konga boramiz albatta. Tezroq nega yugurmayapti bu? Judasi yuryapti. Xo'p, do'stlar, zeriktirmayman kanalga obuna bo'lib shu joyida kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda rozi bo'lardim. Tezroq bizlar 500 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar. Xo'p, kelib. Alo. Kelib. Bo'ldi. Uxlab qolman. Nima olasiz? Ana kelincha bu yoqqa nimalarni ko'raylikchi. Qani nima olsam ekan, ha? Shuncha narsalar bor. Tente nech pul tente? Bilmadim. 10 ming. 10 mingmi? Ha, rahmat. Bitta tente olaman, 10 ming beraman. Kassaga qarang. Kassaga? Menga berib o'ring, kassa kerak emas. Sumkangizga solaman. Ana o'ringizga, sandugingizga. Sanduqimni hop, soling. Ana ochib qo'yaman hozir. Ana. Xo'sh. Qani?
soldim. Bo'ladi. 3ta sopam. 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta, 10ta. Mana qarang, 10ta bu. Ha, bo'ldi. Ko'rdim. Rahmat, bo'pti, yaxshi qoling. Bo'pti. Do'stlar, demak, hozir narsa sotib oldik. Endi Tender nima bilan portlatamiz? Olov yo'q. Olov yo'q do'stlar. Demak, Tender nimadir portlatamiz. Nimadir qilamiz. O'zim yo'q qo'yib. Bola zerikmayapsan. Tenderni olib qo'yib qo'yaychi. Bola menga shu bitta g'oya keldi-da. Shu qutaylar qornim ochib oldi. Qornim. Ben qo'ydim olay. Mana bunday nollar. Olma. Nolim diyey. Bo'ldi. Do'stlar. Ana shu do'koniga o'g'irlikka tushsakmi? Nima deysizlar? Yo'q. Qaranglar, do'koniga o'g'irlikka tushamiz. Agar u bizni sezib qolsa, do'konni portlatib yuboramiz. Avval biz yerda tagidan uning do'koniga kirishga harakat qilamiz. Faqat kechqurun bo'lish kerak va do'konchi uxlashi kerak. O'zidalga qarang, qorong'imi yoki yo'q. Hali ertalab ekan, kechasi bo'ladi-ku do'stlar. O'shanda men yana efirni videoni yoqaman va kechasi bo'lganda uni uyiga debman, do'koniga aylib hamroh o'zim kezvoraman. Mana do'konga keldik do'stlar. Kelyapmiz mana. Arg'am bor ekan. Salom. Hozir kiryapman. Bu nima? Bilmadik, eshikni ochamiz. Hoppa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'p, bu yer nima bu? Bu qayer bu? Bu do'kon. Do'konmi? Ha. Hozir siz menga narsa sotishingiz mumkinmi? Ha. Hop, unda hozir pullarni o'zim bilan olib kelaman-da. Uyga borib tez pullarni o'zim bilan olib kelsam bo'ladimi? Mayli, bo'ladi. Bir pas kutib turaman. Bo'pti. Ismingiz nima? Nazar. Nazar? Okey. Uyga borib pullarni olib kelay do'stlar. Hoppa. Hop, uyumgani. Yes. Uyumgan. Tamam. Bu arg'ani o'chish kerak. Mana uyga keldik. Uyga. Nima qilib o'tiribdi? Oshxonaga kiraychi, nima bor ekan? Oshxonada yeyishga hech narsa yo'q. Suv bor ekan, suv ichmayman. Yo'q. Mehmonxonada hech kim yo'q. Mehmonxonaga kirdim. Yo'q hech kim. Kir. Pullarim mana shu yerdan uydan o'zimni sinamgina. Pullarimni olaychi. Mayli, oltinni olaman. Yo'q, olmas. Nimadir sotib olaman. Tentami. Nimadir. Yo'q. Ketdik do'stlar. Hey yo do'stlar. Ketdik, hozir do'konga boramiz albatta. Tezroq yur, nega yugurmayapti bu?
Juda yürüyaptı. Xo'p, do'stlar, zeriktirmayman kanalga obuna bo'lib shu joyida kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar juda rozi bo'lardim. Tezroq bizlar 500 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar. Xo'p, kelib. Alo. Kelib. Bo'ldi. Uxlab qolibman. Nima olasiz? Ana kelincha bu yoqqa nimalarni ko'raylikchi. Qani nima olsam ekan, a? Shuncha narsalar bor. Oh, tente hech bir tente. Mana narsa. 10 ming. 10 mingmi? Ha, rahmat. Bittasini olsak. Bitta tente olaman, 10 ming beraman. Kassaga qarang. Kassaga? Menga berib yuboring, kassa kerak emas. Sumkangizga solaman. Ana o'ringizga, sandugingizga. Sanduqimni hop, soling. Ana ochib qo'yaman hozir. Mana. Xo'sh. Qani, soldim. Bo'ladi. 3ta sopam, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta, 10ta. Mana qarang, 10ta bu. Ha, bo'ldi. Ko'rdim. Rahmat, bo'pti, yaxshi qoling. Bo'pti. Do'stlar, demak, hozir narsa sotib oldik. Tender nima bilan portlatamiz? Olov yo'q. Olov yo'q do'stlar. Demak, tender nimadir portlatamiz. Nimadir qilamiz, o'zim yo'q qo'yib. Bola zerikmayapsan. Tenderni olib qo'yib qo'yaychi. Bola menga shu bitta g'oya keldi-da. Shu tela qornim ochib oldi. Qornim man qo'ydim olay. Mana bundan bo'ldi. Olma. Nolimni yey. Bo'ldi. Do'stlar, ana shu do'koniga o'g'irlikka tushsakmi? Nima deysizlar? Yo'q. Qaranglar, do'koniga o'g'irlikka tushamiz. Agar u bizni sezib qolsa, do'konni portlatib yuboramiz. Avval biz yerda tagidan uning do'koniga kirishga harakat qilamiz. Faqat kechqurun bo'lish kerak va do'konchi uxlashi kerak. O'zidalga qarang, qorong'imi yoki yo'q. Hali ertalab ekan, kechasi bo'ladi-ku do'stlar. O'shanda men yana efirni videoni yoqaman va kechasi bo'lganda uni uyiga debman. Yo, yana yoqildi. Hali qorong'i bo'ldimi, yo'qmi bilmadim. Do'stlar, boramiz. Biroz pauza bo'ldi. Do'stlar, shu joyda yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz 500 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Juda ham shoshilyapman. Yo beshiklar. Zital uyimga qarab tur. Okey. Qarab turasan, degan umiddaman. Hoppa, tezroq. To'g'rilarni o'g'irladik baras. Qasay o'g'irladik baras.
Menimcha bu yer yo biz to'g'ri qildik. Tekimiz qani? Kel. Mana bu yoqqa qo'yaylik. Hozir bu yerga qilaylik. Bo'ldi, fikrni mana shu yerga qo'yishimiz kerak. Xo'p do'stlar, yana ishlab qo'yish kerak. Kanal yozib. Sekin olib kelay. Qani sekin. Ye. Demek ki sana bir yapacak. Bir arkadaşımsınız gerek. Hazır. Şekilde yer alıp geleydi. Bakalım siz ne yaptınız mı? Hazır dostlar. Bu juda qattiq narsalar qo'yibdi. Juda mustahkam qilgan ekan u do'stlar. Va yaramas. Va ochildi. Yana ochamiz do'stlar. Yana ochamiz. Va olmaydi. Buni qiladigan ish qolmadi. Vay yaramas. Do'stlar, endi biz nima qilishni bilamiz. Biz endi nima qilishni bilamiz. Do'stlar. Hozir biz nima qilamiz? Hali qasol solishni ko'ramiz. Qasolni ko'ramiz.
Давай tezroq o'g'irlash kerak. Men do'stlar u nima qildi boya ko'rdingmi? Narsalarni olaydi. Meni qamab qo'ydimi? Yo'q, men chiqib ketdim. Yonimga yaqinlashma. Yaqinlashma. Qo'limdagini ko'ryapsanmi? Yo'q qilib yuboraman. Men qochib ketaman, kirkan bo'lay. Qochib ketaman. Ha, gol. Va, tezroq. Yaxshi do'stlar. Biz uni yo'q qildik. Yana yonimdan chiqyaptimi? Yo'q endi uning do'koni bu yerda do'stlar. Voy yo'q. Nima qilishga ketyapti bolalarimiz? Sog'lom meni uyimga ketyapti. Uylarimiz nereye Craft va Nazar Craft bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi video 200 ta like'dan so'ng bo'ladi. Va keyingi videoda shunaqangi zo'r sizlarni narsa kutmoqda. Sizlarga zo'r video ko'rsataman. Uning uchun siz 200 ta obunachi qilsangiz meni tezroq bas. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing va komment yozib qoldiring. Xo'sh, video sizga yoqdimi yoki yoqmadi? Sizga yana qanaqa videolar ko'rgingiz kelayotgan bo'lsa bizga ayting. Biz esa sizni